Salom azizlar. Bu darsimizda biz internet tezlashtirish haqida o'rganib olamiz. Internetni tezlashtirish uchun bizga Boost Speed dasturi kerak bo'ladi. Ushbu dasturni internetdan yuklab olish mumkin. Dastur interfeysi quyidagicha. Bu bo'limda biz brauzerning tarixini, historiyasini tozalashimiz kerak bo'ladi. Hammamiz bilamiz, har bir brauzer o'zining tarixiga ega. U tarix ma'lum bir xotirani egallaydi brauzerdan. O'sha xotiraning to'lib ketishi internet saytlariga kirishini sekinlashtiradi, ma'lumot yuklashni qiyinlashtirib qo'yadi. Mana shu menyudan brauzerni tozalaymiz. Brauzer tozalanishi boshlanmoqda mana. Va instrumenti bo'limiga o'tib, bu yerdan ускорение interneta menyusidan avtomatik tarzda va o'zimiz qo'lda bajarishimiz mumkin tezlashtirishni biz avtomatik tarzda bajaramiz. Ushbu jarayonni boshlangan vaqtda internetga ulangan bo'lishi kerak kompyuter. Bu yerda eng past 128 kilobitdan eng kuchli 5 megabitgacha tezlashtirish mumkin. Eng yuqorisini tanlaymiz albatta. Analiz tugmasi bosiladi, so'ng mana bunday oyna ochiladi. Bir narsani aytish kerak. Bu dastur sizning uyali aloqa kompaniyangiz yoki provayderingiz o'rnatgan tezlikdan oshirib bera olmaydi. Aynan o'sha tezlikgacha yetkazishi mumkin, lekin undan oshib ketishi mumkin emas. Bu to'g'ri kelmaydi u narsaga. Hozir biz 5 megabitni tanladik, lekin sizning provayderingiz 3 megabit tezlikda ishlasa, bu degani 5 megabitgacha chiqadi degani emas. Lekin ulanishdagi muammolarni bartaraf etib beradi. Jarayon qanchalik tez yakunlansa, bu degani sizda muammolar kamroq. Agar vaqt cho'zilib ketsa, ancha vaqt olsa, bu jarayon tuganishiga muammo ko'pligidan darak beradi. Jarayon tugagandan so'ng mana bunday oyna ochiladi. Optimizovat tugmasini bosamiz. So'ng mana bunday oyna ochiladi. Ushbu mavzuda biz kompyuterga перезагрузка berishimiz kerak. Kompyuter o'chib yongandan so'ng internetni bemalol ishlatishingiz mumkin. O'ylaymanki, sizda hammasi yaxshi bo'ladi. Muammolaringiz bartaraf etiladi. Yana ham tezroq, yana ham qulayroq ishlaysiz deb o'ylayman.